homilador bo'lsang nimalar bo'ladi? Boshida yaxshi narsalarga boshqarong'i bo'lasiz. Keyin boshlanadi. Benzin hidi, ellik hidi, metroning hidi, kesak yegin keladi. Necha yillab yemay ichmay dietalar qilib erishgan figurani dabdalasi chiqadi. Harakatlarga og'irlashib hech kim yoqmay qoladi. Ketdimi, ovqatlanamizmi? Yemayman. Nimaga baqiryapsan? Men polis ko'tarmasman. Hamma ingliz tili o'qituvchilar homilador bo'ladi-yu, men ham shu ishni davom ettirdim. Abdullayeva doskaga chiqib mavzuni yoz. Ustoz borra bering. Ma, tez yozib qaytarib berib qo'yma. Sen точно o'qiltag'asan, men bilaman-ku. Ko'p tiqamini deyman, hamma narsani bilarkanlar. Tug'mas kasal bo'lganlar. Yaxshi tomonlari ham bor. Masalan, avtobusda joy berishadi. Boshqa yaxshi tomonini topmadim hali. Mana tepdi, keling. Yo'q, nima? Har doim stolingizda tepmaydi, rostdan tepdi. Bolamizni Argentinada tug'amizmi? Nimaga? Hamma o'sha yerda tug'sa zo'r bo'ladi, doti nimaga ekan? O'ta tug'sang shoxli bo'lib tug'iladi. Voy, gaplashmay bo'larkan. Bolam qayerda yashayinki, otmamda yashaysam, amami yo'qdimi? Shu ko'rib turgan Iskandar Buildings'ning Mavrid loyihasidagi xonadonlar kvadraturasi $665. Zo'r ekan, homiladorlarga eski kelibami? Duo qiladi. Nima bo'lganda ham dunyodagi eng chiroyli ayol bu homilador ayol. Tak. Kelin salom qiladi. Kelinni bekor shahardan qildingiz-da. Bizning sharoitda yashovlarmikin? Nima deysiz? Между прочим, men mana shu Luboy qishloqda tug'ilgan qizingizdan yaxshiroq qila olaman hamma ishlarni. Nima ish qilish kerak? Davay ko'rsatinglar. Mayli, kelin. Faqat qo'shningizga o'tib ketdingiz-da, bu yoqqa kelib gapiring. Mana shu davolmi? Xo'sh, kelin pasha ertalabdan turib qiladigan ishingiz sizga sog'ish bo'ladi. Begona qilishi mumkin. U yoq bu yoqni qashilab, suvni berib, yemini berib, voy, yaxshi odam tepmasdi-yu. Qaysi qozonda qilsam ekan? Kattasida qila qolaman, shirin chiqsa kerak. Oyijon, nimaga qozoninglar ikkita? Ikkitada bittasiga molga ovqat pishiramiz. Kattasidan kichkinasidami? Kattasida-da. Yoqimli ishtaha. Mollaga somon beraymi? Men beraman. Zebo, u kichikadigan somon. Farqi Tanay yo'q. o'rganmagan, tosh bu yoqqa. Kuchi yetmaydi, bo'ylaydi bular. Rosta yetmas ekan. Oy, somon tashimayman, uling. Hamma yog'im qichib ketdi. Keliningiz zo'r raqsga tushar ekan-a? Fallakas ekan. Somon rosta qichtar ekan, lekin yana nima ish qilish kerak? To'g'lan katakka haydash kerak. Mana biz to'g'ga. Ha, kelin, olov yoqib bo'ldingizmi? Ha, qilib bo'ldim mana. Kallan tiqmaslik kerak ekan-a. Qo'ying shu ishlaringizni. Umuman qo'lingizdan kelmas ekan. Zato men internetda ovqat zakaz qilishni bilaman. Chestimga tegmang. Mana masalan kecha ham qo'shnidan bir qop pul olib uy oldingiz-a, endi 2 barobar qilib qaytarishingiz kerak. Iskandar Buildings'ning mezbon loyihasidan uy olganingizda 48 oyga bo'lib to'lasangiz bo'lardi. Hech kimdan qarz ham bo'lmasdingiz. Ne unda menga vaqtliroq aytmadingiz shularni? Siz ham sigir tepishini vaqtliroq aytmaydingiz-ku? Battar bo'ling. Baraka toping, yaxshilab yezing. Hayot sizni qanaqa ezyapti? Ana shunaqa yezing. Men sizlarni ro'zg'oringizga to'g'ri kelmadim, uzr. Men shaharga ketmoqchiman. Yaxshi qolinglar. Oyi, xotinim qani ko'rmadingizmi? Ketdi ota-onasinikiga. Boshqa qiz topamiz. Oyjon, uzr, kechiring meni, qizishib ketdim. Men qolmoqchiman. Kechiramizda nima qilamiz boshqa? Rahmat. Unda molli qozonda qilingan ovqatni to'kiye birinchi bo'lib. Ya to'xta. Qizim sovchilar yana qaytib ketdi. Uf, nimaga ekan-a? Apting yoqmayapti shekilli. Uylar remontini ko'rib ketib qolishyapti. O'char uyimizni qara, udaru. Odamlar ham boylikka uchadigan bo'lib ketdi qizim. O'zi nimaga jasurlarga bermadingiz? Uyini ko'rganmisan, xarobaga konteyner bo'lib yotsa, bir kambag'alga qiz berishim qoluvdi. Yangi boymasmiz-ku? O'char. Endi zo'rg'oya bor. Mana uy kalti. 4 kundan keyin olaman. Yaxshi dam olaydi. Shunday qilib erkita ish operatsiyamiz boshlandi. Ay qizim, mehmonlarga choy. Oy, choyni topamayapman, qatta. Voy, qizingiz choyning qayerdaligini bilmaydilarmi? Bilmaydi-da birovda uy bo'lgandan keyin. Endi qiz bola birovda hasmida, endi birovda uyida hisoblanadi bu yer ham. Top Google'dan qidirasan-u. Ong, yuting. Choyni topdim.
man choy topolmadim. Yo'l bo'lmasa. Amin. Bizga bunaqa kelin kerak emas. Alloh akbar. Ketdik. Biz ham qiz beramiz, o'ltirganimiz yo'q. Men ko'rganman, kinolarda boylar dasturxoniga ichgani kalyan qo'yadi. Kalyan chekiladi, oy, konyak ichiladi. Ha, o'lsin ha aytgancha. Sen qayerdan bilasan? O'sha kinoni birga ko'rganmiz. Birga ko'rganmizmi? Qaysi kino edi u? Qaysi? Qaysi kino edi? Qaysini aytyapsiz? Oilalar nima ichasizlar? Aroq, konyak, qubray. Voy, biz sizlarni boshqacha oila deb eshitdik. Kambag'al deb o'ylamdinglar. Yo'q, biz boymiz. Oy, bu kompot. Oyog'i. Omin qil. Ketdik tur. Aro bor joyda omin qilsa bo'ladimi? Trey. Yaxshi aytmanglar. To'g'rimi? Suvchilikka keldik. Itingiz ishlamadimi? Sevmaylimi? Davida ishlamaydi. Zebo ishlamaydimi? Bilasan, ishlamasa kerak. Qizi boshida qolsa, shunga bolam bor. Oy, endi xabar ketamizmi? Hammasi uyda egasi hammalar. Endi bilasiz, teng-tengi bilan biz ham oddiy oiladan emasmiz. Shunga bitta uylarni ko'rib chiqsak, kim bilan xudo bo'lamiz, bilaylik deb atdik. Mayli. Bu bizani podvol. Spalni ekan. Necha tash o'zimiz Zebo? Ha, ko'p-da. Yuringlar, podvol boshqa joyda ekan-ku. Aytgizsin. Yaxshi, bilyard o'ynaysizlarmi? Ha, nima edi o'zi bilet qizim? So'kmay oyim. Boylarga mumkin. Zo'r narsa-da bu bilet. Voy shirin bola, kimni bolasi bu? Bu Zeboni ukasi rangidan ma'lum. To'g'risini aytsam, bu ikkinchi turmushimdan. Anu esimdan chiqib qopti, jan qolib ketibdi, ertaga borib olib ketaman-da. O, lyustralarni ham qimmatini qo'yibsizlarmi? Ha, luxur illyustrada bu. Sharmanda qilma, luxury. Oyingsiz o'rgandingiz. O, massaj qiladiganinglar bormi? Shunda o'tirib massaj qildirar ekanda, yer yotib olsa yaxshi emasmi? O'sha yaxshilarga mayli. Yaxshi, saunali ham bor ekan. Yaxshilar. Voy, bular menimcha abitdan keyin chiqqan boylar o'zi. Yuk keta qolaylik. Lekin bolam, hayotingni yolg'on bilan boshlashimiz noto'g'ri. To'g'ri aytasiz, oyi. Shunga ularga osh qilolmasligini aytaylik. Mayli. Endi biz oddiy oiladanmiz. O'g'limiz uchun boshimizdan egib keldik. Endi teng-tengi bilan tezak qopi bilan degandek kambag'alga beradigan qizim yo'q. Uylarda issiq suv bo'lmasa kerak-a? Ana lampochkalar ham osilib sarg'ayib yotadimi? Issiq suvni ham cho'g'ga qo'yib qizsanglar kerak-a? Kir yuvadigan tog'aringlarni chetsinganmi? Rangi qizilmi? Ha, shunaqa qizil. Bizda ham xuddi shunaqa. Sizlar ham darvozaga press bog'lab cho'p tiqib ketasizlarmi? Ustimizdan kulavermanglar. O'zinglar ham shu ahvolga tushib qolmanglar tag'in. Kulayotganimiz yo'q, o'zimizning ahvolimiz shunaqa. Mayli, yaxshi qolinglar. Yengi boylar. Turing, opa ketamiz. Odamlar haqiqatni aytsa ham yoqmaydi. Zebo boylar shundan massaj olarmidi? Ha, shunaqa deyishdi-yu. Menga nechta soching qoldi? Bitta dona qoldi. Shuni amallash kerak-da. Qizinglar bizga yoqdi. Kelin qilamiz. Oy, egasi telefon qilyapti. Nima demoqchi endi u? Uyda kimdir qolib ketibdi degandek qilyapti-deng. Bular kim? Zeboni buvisi. Ha. Psix kasal bo'lganlar biz eslardan chiqib ketganmiz. Kamiga hozir sizlarni tanimayman kimsanlar deydi. Kimsanlar? Senlarni tanimayman. Hali aytdim-ku, kamiga pichoq olib qo'yadi hozir. Oy, rostdan pichoq kelyapti. Xudo bir asradiya ketdi. Qatta qo'ygan ekanmiz-a? Oy, men bildim. Biz u yarendiga olishimiz kerak edi. Dach olib qo'yibmiz-ku. Qattan bilding. Qarang, basseyni bor. Aytdim, bilet nima qiladi bu yerda? Anu luxur edi. Shunaqa bo'ldi-da, o'rtoq. Boshi nimagadir taqqiy burildi. Yo'q, qo'qsi. Ozg'in qizlar haqida. Zebo hozir o'zimga o'xshagan ozg'in do'konim kelsa, men tashlab qo'yaman. Anu suyi tegsa qanaqa shaqillaydi? Shunaqa ovoz chiqyapti sizlardan. Mendoq to'g'ri sizlar.
Sal bo'lsa figuramizni bilasan domzada. Kimdir ko'rsatish bilan, kimdir bekitish bilan ovora. Sizni topolmayapman. Oldingizda nima bor? Yonimda ikkita qiz bor hozir. O'tda bitta qiz turibdi. Sal mundoroq turlaring, ozg'inligingdan keluvingni bitta odamni bo'ylashyapti uzoqdan. Ha, ikkita ekan ular. Hozir boraman. Kuchingni ishlab chiqsana. Yengillik qolmish shekilli, men ikkita qishab kelib o'tirib tur. Shunaqa. Menga doimgida yarimta, menga 5 ta. Ikkalanglar bir xilsizlar, mening miyamni ko'p ovqat yeydi. Men o'zim uch ovqat yeyman. U bo'lsa ichidagi qurtlar uchun ovqat yeydi. Nima bo'pti? Oyog'im ham o'zimga o'xshagandek uzun eni yana ochilib qolyapti. Mana paxta tiqing. Voy, ha, uncha xursandsan? Iskandar Berling semizbon loyihasida uy oldim 48 oyga bo'lib to'lash mumkin ekan. Shunaqa xursandman, ancha arzonga tushyapti. Necha yuz tabriklayman. O'zi ozg'in bo'lsalaring, muncha bunaqa keng o'tirasiz. Sanlarga sovg'a olib keldim. Qani ko'rsat. Seving, senga korset belingning ingichka ko'rsadim. Ustimda kulvasam o'zi bir xarid-ku. Bo'pti, Sevnur senga ozdiradigan dori olib keldim. Endi bosh tushdi bu yoqqa. Yosh katta qiz kelin bo'lsa, bunaqa qizlar vobshe erinmaydi. Ha, kelin bizda kir mashina bor-ku. Akir mashinangiz 1,5 soat yuvarkan. Men 20 minutda yuvib olaman buni. Oyijon zavtrakka siqini nonlayaptim. Qizim, biz domda turamiz. Domni tagiga tandir yasattirdim-da o'g'lingizga. Bechora bolam. Boshqa non yopmaysanmi? Buzuriymi? Bunaqa qizlar qo'l harakatlaringizdan nima demoqchiligingizni tushunadi. Kelin bitta qo'lingiz bo'sh ekan, qani. Hop, O, bo'la. ana tushungan odam sadaqasi ketsa, o'ng taraf, ana. Aka. Tushundim, oyijon, ma'ni qilish kerak-a? Anu Zebo. Kiyimlaringizni dazmollab qo'yib bo'lganmi? Pulni olishga ham erinayapman, yangacha. Yurib oling, hachabi. Nima hamma shamolasam, siz shamollamaysiz, shu qiz bormi? Kam yashaganingiz bilinadi desh o'ta singilchi immunitetni ko'tarish kerak. Mana Suprazin immuno. Mashina ichib yurish kerak odam. Organizm kurashuvchanligini yaxshilaydi. Tarkibida vitamin D, C, sink bor. 3 tomonlama himoya. Menga bering, xo'y. Ichib oling, tezroq tuzalib, erga tegib ketib uyni bo'shating. Oyijon, siz ham ichib oling, hozir o'g'lingizga bo'g'izlab ichib chiqdim. Bunaqa qizlar erga tekkuncha hamma narsani o'rganib bo'lgan bo'ladi. Tikuvchilik, ingliz tili, dehqonchilik, bolaga qarash, kemasozlik, fura haydash, hamshiralik, ustachilik. Men bu 3-qator qiyshuv terilgan, bizni boshqatdan quringlar. Kim bu o'zi? Mahallaning kelini-yu. Keliningiz buncha chaqqon? Meni kelinim dangasa. Keliningiz 3-yil? 2006. 97lardan kelin qilish kerak-da. Sizlarcha Suprazin ichdinglarmi? Qizlar bilan yotoqxonada tursang nimalar bo'ladi? Endi seni narsalaring saniki emas. Har kungi tong bitta molni qo'ygan bu zilligini o'chirish bilan boshlanadi. Balki men birinchi o'tkazib yuborasizlar, sochim uzun-da. Yetmaganiga bitta kurs baland o'qiydigan ona xotin bo'ladi-yu. Joylarni yig'ib ketinglar, kechga kelib qoladi. Erkak kishining kiyimi nima qoldi bu yerda? Men Jahon akamga va'da berdim, dazmol qilib qo'yaman deb. Har kuni nimadir yo'qoladi. Bir kun shampun, keyin tish pasta, sprey, AirPods, tish cho'tka. Oxiri o'zing ham yo'qolib qolasan. Eng alamlisi charchab kelganingda xonadoshingni zemlaklari kravatingga o'tirib olgan bo'ladi-yu. Bitta chiroq etsang kelachiydim. Sanab sekin bezlashib ketasan, lekin xolodilnikni ochib ovqat yemoqchi bo'lganingda Ertalabki rizqim. Xudodan qo'rq. Men vobshe yetimman. oyi Toshkentdan uyoqlik Iskandar Buildings Mavrid mavzesidan boshlang'ich to'lov bilan oyiga 6,5 milliondan to'lab yursang bo'ldi ekan. Bu yerda qiynalib ketdim. Har 3 kunda bir qilinadigan tayinli majlislarni eslashni ham xohlamayman. Lekin gashti bor. Har xil viloyatdan do'stlar orttirasan. Achigan ovqat yeysan. Любой narsa solingan ovqat yeysan. Ovqat qilsan. Xonada bor hamma narsani qozonga solaman. Nima chiqsa chiqadi. Yaxshilik qilib dazmol berasan. Bir joyiga tiqib obga berishadi. Dazmolingiz o'zi buzuq ekan-a? Paq. Sochlar olamiz. Chigal sochlar olamiz. Beylar buni skamku. Mayli, sizga mana cho'mich beramiz. Meniki ko'proq o'tog'iracha beringlar. Kichkinarog'ini olib ber. Rahmat. So'ladiganda yana ozgina yig'ganingizda chelak berardim. Bu soch gilamdan chiqmaganmi? 100% gilamdan chiqqan. Bunga uzog'i cho'mich bera olaymi, opa? Chinnilar bor. Nima gap endi hamkasb? Bilmayman, chinnilar sotilmayapti. Odamlar hozir Madonnami, Shadonni o'shanga o'tib ketgan, bularni endi olishmaydi. Kimdir bormi? Ha? Yujik futchi burkan. Xolajon, sochlaringizni tarab qo'yaymi? Umringlardan baraka topinglar, qizim. Eski kalishlar ham olasizlar? Yo'q, bizning o'rganimiz boshqa. Kelay olaman deb kelinimiz sochini kesib chiqdi. Beylar sharmanda. Biz kesilgan soch olmaymiz-ku. Voy.
Shu sochlarni nima qilasizlar? Yeymiz. Mana cheligingiz uyog'i bilan ishingiz bo'lmasin. Jo'ning. Apajon soch bormi? Soch yo'q edi qizlar. Kelayda sizginaga keling, pul ochamiz. O'rtoqlik mozor tuproq sochib ketilgan ekan.